Bugun ta'lim oldidagi asosiy vazifalardan biri zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, jahon yoshlar bilan tenglasha oladigan kadrlarni tayyorlash. Bu jarayonda oliy ta'lim muassasalarining o'rni esa beqiyos. Chirchiq davlat pedagogika universitetida ham shu maqsad sari yangi yondashuvlar asosida rivojlanmoqda. Tasavvur qiling, talaba darsda o'tirib faqat ustozini tinglamaydi. U o'rganadi, kuzatadi, sinab ko'radi va xatosidan xulosa chiqaradi. Chunki zamonaviy ta'limning savoli endi nimani bilding emas, bilganingni qayerda va qanday qo'llay olasan. Chirchiq davlat pedagogika universitetida bu yondashuv pedagogik ta'lim innovatsion klasteri orqali amaliy mazmun kasb etmoqda. Talaba nazariyani auditoriyada o'rgansa, uni ta'lim muassasalarida amaliyotda sinaydi. Shu tariqa kitobdagi bilim asta-sekin kasbiy ko'nikmaga aylanadi. Bizga bergani avvalambor shu tarbiyada, maktab o'qituvchilarini tayyorlashda, ularni tayyorlashda ishtirok etayotgan subyektlarni birlashtirish va shu birlashtirish orqali birga ishlash. Universitetda ta'lim jarayonini birgina auditoriyaga sig'dirib bo'lmaydi. Bu yerda laboratoriyalar oddiy o'quv xonalari emas, ular talabalarni kelajak kasbi bilan uchrashtiruvchi maydon. Masalan, bog'cha laboratoriyasida bo'lajak pedagog maktabgacha ta'lim muhitini yaqindan his qiladi. Ya'ni bola bilan ishlashning nazariy qoidalarini o'qish bilan cheklanmay, ularni amalda qanday qo'llash mumkinligini o'rganadi. Birinchi modul diagnostikaga mo'ljallangan bo'ladi. Mana biz hozir turgan joyimiz diagnostikaga mo'ljallangan. Diagnostika modulini o'zi nozologiya, ya'ni rivojlanish muammolari bo'yicha moslashtirilgan. Mana bu joyda imkon cheklangan bolalarimizni talabalar tomonidan hamda professor o'qituvchilar tomonidan diagnostikasi amalga oshiriladi. Undan keyin keyingi modulga o'tadi. Korreksiya ishlari olib boriladi. Korreksiya ishlarida ham o'z-o'zidan professor o'qituvchi, talaba hamda ota-ona ishtirok etadi. Ota-ona uyda o'qituvchining ishini davom ettirish kerak bo'ladi. Mana bunday ta'lim xizmatlarini subyektlar kesimida tashkil etilishi inklyuziv ta'limda bolalarning moslashuvini intervalni qisqartiradi. Hozirgi kunda ma'lumki, inklyuziv ta'limga jalb etilgan farzandlarimiz o'sha sharoitga moslashishda qiynalishyapti. Qanchalik o'qituvchi fidoyilik qilmasin, qanchalik maxsus pedagog unga ko'maklashmasin, qanchalik psixolog o'z vazifasini bajarmasin, uyda bu bola bilan kerakli bo'lgan mashg'ulotlarni yetarli darajada olib borilmaganligi sababli bolani o'sha jamoadagi moslashuvi qiyin kechyapti. Chunki u o'zini ko'rsata olmayapti. Hali uy vazifani yetarli darajada tayyorlamagandan keyin o'rtoqlar qo'lini ko'taradi, men bajaraman degan u ishtirok eta olmay qolyapti. Mana shu masalalarda biz mana shu laboratoriyamiz aholiga xizmat qilishni boshladik. Zero yaxshi pedagog faqat darslikni yaxshi biladigan emas, u bolani tushunadi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi, vaziyatga qarab yondashuvni o'zgartira oladi va eng muhimi har bir darsni natijaga aylantiradi. Chirchiq davlat pedagogika universitetida nazariya va amaliyotni bir nuqtada birlashtirishga qaratilgan yondashuvning mohiyati ham ayni shunda. Bilim auditoriyada olinadi, ko'nikma amaliyotda shakllantiriladi, mahorat esa ularning uyg'unligida paydo bo'ladi. Demak, bu yerda maqsad shunchaki diplomli mutaxassis tayyorlash emas, ertangi maktab, bog'cha va ta'lim tizimiga o'zgartirish olib kira oladigan zamonaviy pedagogni tayyorlash.